Ko'p domlarda bilsanglar, parkovka mo'mi, ya'ni mashina qo'yish uchun joy kam. Bizlarning parkovkamizni ko'ringlar. Bu yoq tarafda ham parkovka bor, bu yoq tarafda ham parkovka bor. Uchtepa tumani birlik mahallaga kelganmiz. Arkadan shundoq kirganda birinchi dom yo'l yuziga joylashgan. Mana 100 metrdan keyin chapga katta ko'cha bo'ladi. Maktab, bog'cha yaqin atrofda joylashgan. Mana to'g'rida futbol o'ynaydigan stadion ham bor ekan bolalar uchun. Xo'p, sizlar bilan birga 64 kvadrat metrga ega bo'lgan kvartiramizni ko'rib chiqamiz. Siz bo'lsa videoga like bosib qo'ying. Men narxlari to'g'risida to'liq ma'lumot beraman. Yuring chiqamiz. Bundan kiraverish, o'ng qo'limizda sanuzel, hop chap tarafda prixoshka ko'ryapsizlar. Hop mana bunaqasiga ko'ramiz. Hop kiramiz, o'ng tarafda yuvinish xonasi, hop chap tarafda bitta yotoqxona, uning yonida mehmonlar kutish uchun qilsangiz bo'ladi. Bu mehmonxona, yana bu 3-xonamiz. Bu yerda ham zal qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerdan to'g'riga o'ngga 4-xona foydalansangiz bo'ladi bu yoqni. Mana bunisi oshxona bo'ladi. Mebel texnikalarni ham chiroyli qilib joylashtirib qo'yishibdi. Uyimizning startiy narxini $69,000 deyaptilar, yana kelishadigan joyi bor. Mana shu ko'rib turgan 4 etajli dumimizni 4-etaji 3 xona bo'lyapti. Oshxonani qo'shib olsangiz 4 xona qilib olsangiz ham bo'ladi. 100 metrdan keyin katta ko'cha, bilasiz katta ko'chada magazin, hamma narsa, infratuzilma zo'r joy akalar. Maktab, bog'cha, masjid ham yaqin joyda, shaharga ham birpasda yetib olasiz. Agar yosh oila bo'lsangiz, arzon narxda shu joyi bosib olish kerak, aka. Uy sotish va sotib olish uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar. Pastdagi raqam bilan telefon qilaverasizlar.